Men bugun xursand bo'lganim, assalomu alaykum avvalo. Xursand bo'ldim. Rustam G'oyipov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Unvon muborak Rustam aka. Sizni ashulalaringiz bilan yoshligimiz 80-yillarda katta bo'lganmiz. Sizni qo'shiqlaringiz qura olmas edik. Yana bir bor muborak bo'lsin unvon. Degan zo'r bo'ldi. Degan xizmatlaringiz uchun mukofotlarni yaxshi bo'ldi. Shaxsan Mirzayev Shavkat Miromonovich qo'lidan qabul qilib oldingiz. Menga yana bir tomon yoqqani, shohlarning ko'ziga tik qarab bo'lmaydi-ku, yerga qarab hurmatingizni juda ham ustuvor qildingiz. Lekin zo'r bo'ldi. Qabul qilish jarayonida mukofotni yerga qarab oldingiz. Muborak bo'lsin mukofotlar, muborak bo'lsin. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Siz bundan ham yuqori mukofotlarga Xudo xolisa Alloh huzurida ham shunaqa mukofotlar olishlik nasib aylasin. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Siz bilan biz katta bo'lganmiz yoshlikdan. Qo'shiqlaringizni eshitib.